9 may xotira va qadrlash kuni munosabati bilan Milliy tiklanish demokratik partiyasi tomonidan Millat xotirasi Qodiriy merosida mavzusida davra suhbati o'tkazildi. Tadbir xalqimizning boy tarixiy ildizlari, milliy o'zligi va ma'naviy merosini anglashda Abdulla Qodiriy ijodining tutgan o'rni, jadid ma'rifatparvarlarning millat ravnaqi yo'lidagi xizmatlari hamda bugungi yosh avlod tarbiyasida milliy qadriyatlarning ahamiyatiga bag'ishlandi. Tadbirda Abdulla Qodiriy hayoti va ijodi, uning milliy uyg'onish g'oyalari, xalq tafakkuri va ma'naviy taraqqiyotidagi o'rni haqida fikr almashildi. Abdulla Qodiriy fenomeni qanaqa bo'lgan? Abdulla Qodiriy shaxsiyat qanaqa bo'lgan? Abdulla Qodiriyni asarlarida, shaxsiyatida, yashashida milliy qadriyatlar qanday aks etgan? Qanday bir asarlarda mana shu milliy qadriyatlarimizni ko'rsatib bera olgan degan bir savollarga o'zlarini nabiralaridan biz eshitmagan, hech uchratmagan bir yangi ma'lumotlarni oldik. Abdulla Qodiriyga bo'lgan o'sha tengdoshlarimizni, aka-ukalarimizni, opa-singillarimizni qiziqishlari bizni xursand qildi. Adibning o'tgan kunlar, Mehrobdan chayon kabi asarlari xalqimiz tarixiy xotirasini tiklash, milliy o'zlikni anglash, vatanga muhabbat tuyg'ularini mustahkamlashda muhim ma'naviy manba bo'lib xizmat qilmoqda. Davra suhbatida ushbu asarlarning mohiyati, qadr-qimmati e'tirof etildi. O'tgan kunlarni taqdim qilgan odamlar bir gap gapirishdi. Abdulla Qodiriyning o'tgan kunlar asari o'zbek xalqining pasporti. Demak, Abdulla Qodiriy o'zining asarlarida o'zbeklik qanday bo'lganligini, qanday bo'lish kerakligi to'g'risida fikr yuritganlar. Bu yerda Milliy tiklanish partiyasining xodimlari bilan o'tirib Abdulla Qodiriy bobomizni xotirlashida qatnashdik. Men o'ylaymanki, bu uchrashuvdan yoshlar ancha ma'lumot olishdi. Kelajakda albatta asarlarini o'qib, undagi g'oyalarni fikrlab, yana hayotlarida tatbiq qiladilar. Tadbirda Milliy tiklanish demokratik partiyasi tomonidan start berilgan yangi aksiya Farzandlik burchim loyihasi haqida ham ma'lumotlar berildi. Loyiha doirasida 9-may xotira va qadrlash kuni munosabati bilan poytaxtimizning Uchtepa tumanidagi Katta Qani qabristonida tozalash, obodonlashtirish ishlari amalga oshirilgan. Qayd etilganidek, bu kabi tashabbuslar izchil davom ettiriladi.